Sayit Ali olib yaqindan beri o'zidan necha yuz qitimlab so'ragan bu savolga qoyil qilarlik javob topolmaydi. Shu chaqda shaxsiyatchilik, jamoatdoshlik tuyg'ularining g'olib kelganligiga iqror bo'ldi. Mana İsan Buğa xonimi taxtda o'tirg'izdi. Qashqarni Mirza Ulug'begdan tortib olib, ota bo'g'illarining, marhum xonning orzu armonlarini amalga oshirdi. Shundan buyon Qashqarda midirlamay turibdi. Dastlabda Mirza Ulug'begning lashkar tortib kelishidan ansirab, Qashqarda bir mazgil turish xayoliga kelgan edi. Keyin Mirza Ulug'begdan hech qanday shabi bo'lmadi. Samarqandga ahvol egilashga avatgan ayg'oqchilari Mirza Ulug'begning rasadxona qurish, ilm tahsil qilish, pat-pat g'o'g'a ko'tirib turgan Ishon Shayx Nizomiddin Xomush boshchiligidagi tariqat kuchlariga taqobil turish bilan bo'lib, bu yaqinda Qashqarga lashkar tortish xiyolining yo'qligini bilib keldi. Bu chaqda uning allaqachon Qashqarga mehri tushib qolgan edi. U vujudida paydo bo'lgan bu xil mehrni dadisining uzun mazgil Qashqarda amirlik qilib turganligidan yoki bo'lmasa bu qadimiy saltanatlik yurtqa ota bo'g'illarining kindiq qini to'kilganligidan bo'lsa kerak deb tushunadi. Amaliyotda Sayit Ali olibni kichikidan yenidan ayramay o'z tarbiyasiga olgan buvisi Ulusbegi Xudoyidab uningga Qashqar haqida nurg'un qitim so'zlab bergan edi. Xo'ja Sharif isyon ko'tarib Qashqarni Mirza Ulug'begga ikki qo'llab tutganda bu qadimiy shahardan ayrilib qolganiga eng ichingan kishimi oshu buvisi Ulusbegi Xudoyidab edi. Buvisining Qashqarni qaytarib olish uchun qanchalik tirishchanlik ko'rsatganligini u obdan biladi. Afsus. U peshqadam amirga Qashqarning o'z egillarining qo'liga qaytib kelganligini ko'rish nasib bo'lmadi. Sayit Ali olib dadisidan bakrak buvisini sig'inatdi. Uning Sultan Uvays xonning ijozat bermasligidan ansirab, haj qilish uchun hech kimga to'ydirmay ikki haramga ketganligi sababidan buvisi bilan eng oxirgi qitim didorlashib, xo'shlasholmaganligidan afsuslanadi. U Qashqarni qaytirib olgandan keyin buvisining berikini elish uchun Makka Madinaga ikki qitim choparman mang'uzdi. Ikkinchi qitim ketgan choparman buvisining sadoqatman nökeri Qanot Begni birga elib keldi. Qanot Beg uningga Ulusbegi Xudoyidobning Makkada qazo qilganlik xabarini yetkazdi-da, yana Makkaga qaytishga oldirdi. Sayit Ali olibning Qashqarda turib qilish taklifini siyliqli rad qildi. Mening tirikimmi, o'ligimmi Ulusbegi hazratlariga hamroh bo'ladi. Meni Qashqarda qilib qilishga da'vat qilmisizlar. Alloh xolisa Makka mukarramni bir umr tavob qilg'ash, jannat makon Ulusbegi hazratlarining maqbarasidan xabar olg'ayman, dedi. Sayit Ali olib bu sadoqatman, vafodor yigitning bergan javobidan qattiq ta'sirlandi. Uni bag'riga besib turib, o'rkirab yig'layotdi. Va yetarlik haj xarajat berib, uzitib qo'ydi. Keyingi vaqtlarda Sayit Ali olib cho'ng og'itisi Sulton Maliki bilan kichik og'itisi Bibi Oyat xonimning qayta da'vat qilishi bilan Turponga qaytib ketish qaroriga kelgan edi. O'ylamagan yerdan Sulton Ison Bug'axon
uni Mang'lay Soyaning bosh amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Shuning bilan uning Turponga qaytib ketish umidi yo'q chiqdi. Amdi u o'zi xohlagancha Qashqardan ketolmaydi. Buning uchun xon yorliq tushirishi kerak edi. U Sulton Malika bilan Bibi Oyat xonim Turponga ketish niyatidan yanmagan edi. Sayyid Ali olib ilotsiz Turponga qaytish to'g'riliq Sulton Eson Bug'a xonga iltimos sunish qaroriga keldi. Dal shu paytda Xotan, Charchan, Oltuntog' vodisida orqama-orqadan to'polon yuz berdi. Bu to'polonlarni tinchitish Mang'lay Soyaning bosh amiri bo'lgan Sayyid Ali olibning majburiyati edi. 2 yilga yaqin vaqt o'sha taraflarga lashkar tortish bilan o'tib ketdi. U o'rdidan ancha voyim yeb ketmadi. Sulton Eson Bug'axon texi kichik bo'lg'ini bilan qishida Sayyid Ali olibning tog'isi. Sulton Eson Bug'axonning ona taraf bo'g'isi Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan sadoqatman, tadbirlik amri Supurgi Mirza bor edi. Shu sabablik Sayyid Ali olib o'rda saltanat ishlariga ancha bosh qotirib ketmagan edi. Biroq keyingi vaqtlarda tog'isi Mir Muhammad Shoh bilan qori divon amri Supurgi Mirzaning Sulton Eson Bug'axondan ranjib Temir Buqubagni yomonlab yo'llagan shaxsiy maktublari kelishga boshladi. Lekin u Sulton Eson Bug'axon oliylari amdi cho'ng bo'lib qoldi. O'z oldiga saltanat ishlarini bejirdigan vaqti yetdi. Uni yanada bola chaqlab, saltanat ishlarini bir taraf qilishiga aralashib olmaslik kerak. Mushunda qilib yurib, saltanat ishlariga pishsin. Biz bir umr xon oliylarini papalab, aql ko'rsatib o'talmaymiz. Tog'am bilan Supurgi Mirza bu tarafini tushunsa yaxshi bo'ladi. Balkim Sulton Eson Bug'axon oliylari Temir Buqubag qatorliq bir qism amirlarning taklif-tavsiyalariga hurmat qilgan, qo'llagan bo'lsa, tog'am bilan Supurgi Mirza o'zlarini xonning oldida e'tiborsiz qolgandek, xonga homiy bo'lishdan qilib qolgandek to'yg'iga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bola jinida cho'ng bo'lib, ota-onasining quchog'iga chiqmas bo'lib olsa, desa, o'yin o'ynash uchun talog'i qassa, yangidan tutgan do'stlari bilan bo'lib ketsa, ota-ona bo'lg'ichi bolasi o'zidan yiroqlashib qolgandek, o'zlarining bolalariga keragi qolmagandek, yangi topgan do'stlari bolasini yomon yo'lga boshlaydigandek to'yg'iga kelib ranjiydi, andish qiladi. Tog'am bilan Supurgi Mirzaning ranjishimi dal shuningga o'xshaydi. Ular asta-asta to'g'ri tushunib qolar. Sulton Eson Bug'axon oliylari Temir Buqubagga o'xshash bir qism yosh amirlarni e'tiborligining, ular bilan yaqin o'tganining ziyni yo'q. Saltanat ishlarida hamon ishonchlik, sadoqatman amirlarga tayinlanadigan gap deb o'ylab, ularning maktublariga e'tiborsiz qaradi. Qiyin onasi Sulton xotunning darhol o'rdiga qaytib kelishi haqida yo'llagan maktubini bo'lsa, o'zini Turponga qaytishga zo'rlab verishga yuzi chidamagan cho'ng og'itisi Sulton Malikining onasini ishqa selib, uni onasi orqali Turponga qaytishga ko'ndirish uchun o'ylab topgan amali bo'lsa kerak deb tushungan edi. Lekin u bugun qo'liga tekkan maktubni ko'rib, bir dili cho'chib qoldi. Maktubni qiyin onasi Sulton xotun o'z qo'li bilan yozgan. Tog'isi Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan Supurgi Mirza alohida imzo qo'ygan edi. Buni odatdagi bir maktub degandan ko'ra, jiddiy ma'lumot degan tuzuk edi. Hatto Sulton Eson Bug'axonning Temir Buqubagdan boshqa
hech kimning gapiga quloq solmaydiganligi. Supurgi mirzani qori divanning amirligidan qoldirib, o'rniga To'mirbegni mansabga tayinlaganligi. Mir Muhammad Shohni bo'lsa, ya bo'vi qatorida yoki Ulusbegi qatorida ko'rmaydiganligi, hurmatlamaydiganligi. Mo'mizi Sulton Xotun qasriga mu oylab oyoq bosmaydiganligi. Ikki divanning amirligini qo'liga elib olgan To'mirbuqi begning xon oliylarining nomida o'z yaqinlarini xohlagancha mansabga qo'yadiganligi. O'rdida mansab setish, pora ilishning adab ketganligi. Bir qism amirlarning Sulton Eson Bug'oxondan o'rdidan ko'ngli sovib ketganligi. Eng muhimi, Sulton Eson Bug'oxonning buva mo'minlarining, amirlarining nasihatiga quloq solmay, To'mirbuqi begning qiziga uylanmoqchi bo'lganligi. To'y kunining yaqinlab qolganligi. Mushundoq ketaversa, o'rdidala emas, butkul el yurtda cho'ng g'ovg'a bo'ladiganligi. Yelimu yurtlardan ostoniga aristot etib kelguchilarning oyig'i uzilmayotganligi. Ikki divanning huquqini qo'liga ilib olgan To'mirbuqi begning o'rdini tizginlab, hech kimni ko'zga ilmayotganligi tafsiliy yozilgan edi. Xatni o'qib, Said Ali Olibning ko'ngli to'limi g'ash bo'ldi. Sulton Eson Bug'oxonning to'ydan iborat mushundoq cho'ng ishnimi o'ziga xabar qilmaganligidan ranjidi. Hisoblab ko'ruvdi, hatto xonning to'y qilish ehtimoli bor deb yozilgan vaqtdan allaqachon bir oy eshib ketganligini bildi. Sulton Eson Bug'oxon rostila o'sha muhlatda to'y qilgan bo'lsa, To'mirbuqi beg bu chaqqa allaqachon uningga qaynota bo'lib bo'lgan. O'rdidagi eng hurmatlik martaba atoqqa erishib bo'lgan bo'ladi. Said Ali Olib Go'dak Eson Bug'oxonni o'rdida yolg'iz tashlab qo'yganiga tunji qitim pushaymon qildi. O'zini xonning nima uchun Manglay Suyaning bosh amirligiga tayinlab, tuyuqsiz yorliq tushirganligining sababini ozroq tushungandek bo'ldi. Azaldan saltanatimizda Manglay Suyaning bosh amirligi deydigan mansab yo'q edi. Orada Manglay Suya amir mahkamasi ta'sis qilib, bosh amir qo'ymisimi? Manglay Suya tavasidagi viloyatlarning amirlari o'xshashli bu yurtlarni sadoqatmanlik bilan boshqarib, o'rdaga topshirishga tegishli boj xarajatlarni vaqt qaralida yetkazib berib turgan emasmidi? Nomda Manglay Suyaning bosh amri bo'lganim bilan amaliyotda Qashqarning haqiqiy amri bo'lib keldim. Boshqa viloyatlarning amirlaridan farqlanadigan yerim, qo'limda bir tuman xon lashkari bor. Manglay Suya tavasidagi viloyatlarning amirlarini yanada o'rda tayinlaydi. Mening ularni mansabdan qoldirish, tayinlash huquqim yo'q. Necha yildan beri ular meni o'rda lashkari divonining amir kabir deb bilganligi uchunla lashkari ishlarda hukmimga itoat qilib, hurmat ko'rsatib keldi. O'tgan yili kuzda Yorkent amiri Mustafa Mirzining hazratlari Qashqarning amirligini ishonchli biriga topshirib berib, yanada o'rdaga qaytganlari lashkari divonni qo'llariga ilib, xon oliylarining yanida amir kabirlik martabalarini joriy qildirganlari afzal edi degani bekor emaskanda. Shu chaqda nemishqa bundoq deydigan deb ko'nglimga kelgan bo'lsa-mu, gapining tegida gap borligini xiyol qilmagan. Muddosini ishkirlab bilib boqmagan ekanman. Ahvoldan qaraganda o'rdadagi ishlardan malla xabarsiz yurgan o'xshamamdiman. Ajaba, xon oliylari nomida pat-pat kelib turadigan o'rda ishlari haqidagi ma'lumotlarni
qandoq tushansam bo'lar? Ol ma'lumotlar Rasululloh xon oliylarining farmoni bilan yo'llangan bo'lg'aymidi? Yoki Temir Bo'qibek meni xotirjam qilish uchun xon oliylarining nomida yo'llagan bo'lg'aymidi? Aslida xon oliylarining qo'l ostidagi bir amirga o'rda ishlardan ma'lumot yo'llash majburiyati yo'q edi. Ma'lumot yo'llash to'g'ri kelsa, qori divon yo'llaydi. Ha, rost. Maktubga yozilishicha, Supurgi Mirzo qori divonning amirligidan allaqachon qoldirilib ketgan emasmi? Bularning hammasi Temir Bo'qibekning o'yini ishganda. O'rdadagi amirlarning sadoqatiga cheksiz ishinib, ostonaga oyg'oqcha avatishdan, xon oliylarining ahvolini xufiyona tinglashdan hayo qilibdimi? O'zimdan o'tibdi. Supurgi Mirzo janoblari nemishqa bu ahvolni ochiq yozmadikin-a? Bu amirning ehtiyotchanligini ko'rmamdagan. Sulton Isan Bug'axon oliylari bilan o'ttiramda ziddiyat paydo bo'lib qolishidan, yo'llagan ma'lumotiga ishonmasligimdan voyim yegan chig'i. Demasimi, uning yo'llagan maktubini nemishqa tafsiliyroq ko'rmagandiman. Nemishqa e'tiborsiz qaragandiman. Ashu yo'pitib degan gaplarining tegida gap bor ekan emasmi? Ahvol bu darajaga yetganda darhol ostonaga qaytsam qandoq bo'lar? To'xta. Temir Bo'qibek xon oliylariga qiynoti bo'lib qolgan bo'lsa, bu chaqqa jim yotmadi. Oldirab tenab borganim bilan hech ishni vujudga chiqara olmaslikim. Hatto xon oliylari bilan zidlashib, o'rtamizda ixtilof paydo qilib qo'yishim mumkin. Agar shundoqli bo'ladigan bo'lsa, bu ishning oqibatini tasavvur qilmoq tas. Men boshda Temir Bo'qibekka bakli ishinib, sal qarabdiman. Boshqachilik bir amal topay. O'zim Turponga bormay, xon oliylarining bu yonga keltirishning biror amali bo'lmasmi? Masalan, ostonani ko'chirish degandek. Poytaxt qilishga Turpondan Oqsu, Qashqar yoki Yorkent eng muvofiq edi. Xon oliylari ostonani ko'chirib kelishga ma'qul bo'lsa, o'rdini Temir Bo'qibekning ta'siridan qutuldirib olmoq osonga tushadi. Ostonani yutkash Said Ali Olibning kallasiga hozirlik kelgan xiyol emas edi. U Mang'ay suyada bosh amir bo'lib turgan 10 yildan beri tavallikidagi har qaysi viloyatlarga oz deganda bir qitimdan, ko'p deganda 3-4 qitimdan borgan, necha oylab turgan edi. Turpon bilan Oqsu, Qashqar, Yorkentning suv, havo, tuproq sharoitini selishtirib, bu shaharlardan birini tanlab Mo'g'ulistonning ostonasi qilish xiyoliga kelgan edi. Agar Xotan, Charchan, Oltintog' vodisida to'polon bo'lmagan bo'lsa, bundan 2-3 yil burunla Turponga berib, bu xiyolini Sulton Isan Bug'axonga, tog'isi Ulusbegi Mir Muhammad Shohga, qiynonasi Sulton Xotunga hamda o'rdadagi barliq amirlarga aytgan. Hatto ularni qoyil qilgan bo'ladi. O chaqlarda Temir Bo'qibekning texi o'rdida, Sulton Isan Bug'axonning oldida buncha cho'ng ta'siri yo'q edi. Ancha muncha ta'siri bor degandimi, Said Ali Olibning gapini yer olmaydi. Sulton Isan Bug'axonmi Said Ali Olibning og'ziga qaraydi. Hozir bo'lsa, bu ishni vujudga chiqarmoq ancha oson emas edi.
Әмділікті Сейит Әли алып астаныны өткеш үшін Султан Исан Бұғаханны, тағысы Улус бегі Мір Мұхаммед Шахны, қиын анысы Султан Хатунны әмәс, ордыдегі мұхим хұқуқларны қолығы кіргізіп алған ханның қиыны атысы болмыш, Төмір Бұқы бәгіні қайыл қылышы керек еді. Сейит Әли алыпның бүгінгі күнді ашу чіпірәнді әмірінің ağzıға қарайдыған болып қалғалықыны хис қылып, іште атчық болып кетті. Әжіба о, мұшындақ ақыветке қилиш үшін ханыш Дөлет Султан Мәликіні рәнжеткен. Чоң ханзады Юнус ханны тажы тәхттін мәхрум қылған. Hayatının xavfga uchirishga qaramay, ig'ir oyoq ayoli bilan kori bo'lmay, Qashqarni qaytirib olish uchun jang qilgan bo'lg'aymidi. Ashuncha ular to'lagan badallarining mukofoti mushi bo'ldimi endi? Sayyid Ali Olibning darhol Turponga lashkar tortib borg'usi. Munofiq amir Temir Buqi bagini tutib yasoqqa tortib, qilgan tabriqchiligini burnidan buloq qilib chiqarg'usi keldi. Lekin qo'lida tuzuk lashkarning yo'qligini. Temir Buqi bagining bo'lsa, ordini olqiniga elib olganligini. Sultan Isan Buğaxonning bo'lsa, o'zini emas, Temir Buqi bagini qo'llaydiganligini esiga elib, niyatidan yenishqa, ochiqig'a hoy berishga majbur bo'ldi. Ha-a. U yengil taklif qilsa bo'lmaydi. Ichki qismda qirg'inchilik yuz bersa, el yurtda muqimsizlik kelib chiqadi. Har qaysi viloyatlardagi amirlar bosh-boshdoqlik qiladi. Yomoniga kelsa, saltanat parchalanganni ozdab, o'zi xonga osiylik qildi degan badnomga qoladi. Sabr qilmoq kerak. Sabr qilsang, g'o'ridan holga pishidi deb tikan ota bo'lar. Qaramni qilmay, aql bilan, tadbir bilan ish ko'ray. Temir Buqi bag allaqachon xon oliylariga qiynoti bo'lib bo'ldi. O, o'sha shirin kunlarning ta'mini tetiqash tursin. Uni cho'chitib qo'ymaslik kerak. Ordidagi boshqa amirlarning o'y xiyoli qandaqroq ekan? Ostona hokimi Mirkarim Bardibay, Jazo divonining amiri Haqbardi Mirzo, Ostona qozi Kaloni Sulaymon xo'ja, yana texi ordi yasovul amiri Abduxoliq Mirzo qatorliq baglar vijdonli kishilar edi. Ular o'zlarini Temir Buqi bagning qo'yniga otmagandi. Shularga ishansam qandoq bo'lar? To'liq ham qilmay, agar ular bilan xufiyona aloqalashib ko'ray. O'y xiyolimiz bir yerdan chiqib qolsa, men bilan ko'maklashishga ro'yi borsa, muvaffaq chora amal izlayli. Temir Buqi bagning adibini to'ydirmay berayli. Ishlar o'ngishliq bo'lib, muddaoyimiz amalga eshib qolsa, ostonni ko'chirib kelarmiz. Ol chaqda xon oliylarining yenidan neri bo'lmay, saltanatga mulozimlik qilarman. Aslida bu go'dak, tantak xonni o'rdida undaq yolg'iz tashlab qo'ymaydigan gapkan. Bu yerda yolg'iz xiyol surib qopdilg'u ota. O'g'li Sanis Mirzaning ovozi Sayyid Ali Olibning xiyolini uzib qo'ydi. 10-11 yoshlarning qarisini olgan Sanis Mirzaning chiroyili emas, bo'y bastimu dadisini tortgan bo'lib, qarimoqqa 14-15 yoshlik yigitlardek ko'rinadi. Ishlari bormidi o'g'lim? Tunugun ko'klampasli oxirlashib bo'lguncha bir qitim o'g'i ap chiqaman degan edi-ku. Sayyid Ali Olib tunugun o'g'liga o'g'i ap chiqishga va'da berib qo'yganligini esiga elib kulimsiradi.
xotirjam bo'lsizlar. O'g'u cho'qim chiqamiz. Madrasada atkanlardan ta'lim olmay, bu yerga kelyaptilar-ku. Validem sizini tomoq kelamdikin so'rab baqsılar degan edi. Xeylidan beri cho'ng og'chi Ul Sulton xonimdan ustunlik talishadigan bo'lib olgan kichik og'chi Bibi Oyat xonim ha desila o'g'li Sanis Mirza orqali Said Ali Olibni o'zining qasriga chaqirtib oladigan bo'lib qolgan edi. Bugunmi u Said Ali Olibning tushlik tomoqqa cho'ng og'chining qasriga kirib qilishidan ansirab, aloyitan o'g'lini avatgan edi. Said Ali Olib bo'lsa, kichik og'chisining bu hiylisini bilmaydi. Yursizlar amsa, dedi Said Ali Olib o'g'lining do'lisidan tutib. Enilari Muhammad Haydar Mirza madrasada qolgan o'xshamamdi. Burunroq qo'ytqanmikin, ko'rmadim. Enilari bilan qorilari bo'lmasa qandoq bo'ladi? Bundan keyin enilaridan xabar elib qo'ysalar. U o'zlar bilan o'ynashga bak amroq. Yo'q, kitob o'qishga bek omroq. Mahorat mashqi qilsak, yengilib qolsa ushuqliq qiladi texi. Said Ali Olib o'g'lining javobidan huzurlanib kuldi. O'zlar og'i bo'lgandikin yo'l qo'ysalar. O'tganda komandozlikda baslashib, yengilib qoptikanlar. Kutishgan narsani bermabdilar-ku. Sanis Mirza xijil bo'lib qizardi. O'mu bir qitim va'dasida turmagan. Shunga men va'dasida turmush qandoq bo'ladiganligini bildirib qo'yay dedim. Amaliyotda menmi enimga bek omroq. Boshqalarmi og'i eni bir qasrda turadi ekan, birga yetib qo'padi ekan. Menmi enim bilan birga tursam deyman. O'g'lining oxirgi gaplari Said Ali Olibning yuragiga berib tegdi. U o'g'lining bundoq orzusining borligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Said Ali Olib Qashqarni olgandan keyin ikki og'chisini Oqsudan atkilib olgan edi. Bibi Oyat xonim Qashqarga kelgandan keyin Said Ali Olibning to'li beshini og'ritib, o'g'lini cho'ng og'chi Ul Sulton Malikining qasridan o'zining qasriga qaytirib kelib olgan edi. Shundan beri ikki amirzoda ikki qasrdagi onalarining qishida turib o'tadi. Bu tarpini nemishqa o'ylamagandiman. Ular ayrim-ayrim qasrda turgandan, bir qasrda, bir uyda cho'ng bo'lsa yaxshi emasmi? Billa yetib qopib, billa g'izolansa, og'i iniq mehri texmi kuchaydi. Bir-biriga texmi ijil bo'ladi. O'z vaqtida cho'ng og'chi Ul Sulton Malikmi mushundaq deb ikki bolani bir yerda boqqan edi. Biroq kichik og'chi Bibi Oyat xonim o'g'limni sevnib ketar ekanman, yolg'izsirab qoladi ekanman. Hamma odamning bolasi yenida o'ynab yursa, mening yo'q deb norozi bo'lg'ashqa ona bolani ayirib etmay degan ekanman. Bularmi yigit bo'lay dedi. Hamdi onasining atrofida pirqirab yuravermasin. Har ikkilisini onasidan tanga ayirib etay. Haramning sirtidan ayrim turalg'a hozirlab beray. Bundan keyin onasining qishida emas, ustozlarining qishida jiqroq tursin. Jangbozlik mahoratiga pishsin. Bo'ladi o'g'lim. Bugundan qoldirmay, ikkilarga ayrim turalg'a tayyorlab beray. Lekin mening bir shartim bor. Bo'ladi. Isla ota. dedi Sanis Mirza dadisining qandoq shart qo'yadiganligiga qiziqib. Ayrim turalg'ida turgandan keyin validalari bilan haftada bir qitimli ko'rishadilar. Undan boshqa vaqtlarda atkanlarining tarbiyasida bo'ladilar. Pat-pat lashkarga qim opirman texi. Sanis Mirzaning ko'zlari xushalliqdan chaqnab ketdi.
Ecep yaxshi bo'ldi hatta. Menam lashkar bo'lgan bor edi. Said Ali olib, Hozir kulganlar bilan lashkarlikning jafosini potiyiqini bilib qoladilar. deganni xiyolidan o'tkazib, miyiqida kulib qo'ydi. Hirot. Buyuk istilochi Amir Temur zamonasida silinishga boshlagan. Shohruxxon davriga kelganda voyiga yetgan bir-biridan hashamatlik imoratlar Hirot shahrini Markaziy Osiyodagi har qanday shaharlardan saltanatlik, hashamatlik, jalbkor ko'rsatdi. Xoqoni Said Shohruxxonning ordusini hayvatligi, ko'rkamlikligi va hashamatlikligi bilan Hirot shahridagi oshu katta imoratlarning gultoji deyishga bo'ladi. O'rdada cho'risiga har xil shakldagi tosh yotqizilgan, lip-mulip suv qachilangan ko'llar qadamda ko'zga chiliqatdi. Süp-süzük suvlar shildirlab eqib turgan agri-bugri tosh eriqlar bu ko'llarni bir-biriga tutashtirib turadi. Eriq ko'l bo'ylariga tikilgan shamshot, chinor va allaqandoq manzara daraxtlari buk baraqsan aynagan bo'lib, ko'llarning orlig'iga yasalgan 4 va 6 to'riklik, guldor naqshlik, cho'risi salasunliq ravoqlar, ashu ko'kka bo'y so'zgan kadang daraxtlarning orasida g'ilpal ko'zga chiliqatdi. Ravoqlar bilan ravoqlarning orlig'iga, eriq bo'ylariga yasalgan yo'llarning yerimiga chosiqishlar yotqizilgan. Yerimiga pokiz daryo qumlari to'kilgan bo'lib, bu qumlarda yalang oyoq mangsa bekmo rohatlik edi. Toz, to'gi qushi, g'oz, keklik, bug'a, kiyik, maymun, pil qatorliq hayvonlar daxli taruzsiz bahramon yurishadi. Dal-daraxtlarning shoxlariga qo'nib olgan turli qushlarning yiqimliq ovozi o'rdini chang keltirgan edi. Rang-murang gul bargillarida kepinaklar usul o'ynaydi. O'rdining taskay tarafidagi peshayvonlik divanxonlarning o'ttirisiga joylashgan 3 qavatlik shohnishinning oltin yolitilgan hayvatlik gumbazlari quyosh nurida valildab ko'zni qamashtiradi. Hashamatligiga qaramay, kishiga surlik tuyg'u beradigan shohnishinning orqa tarafidagi egiz tomlar bilan qo'rshalgan haramning 2 qavatlik qasrlari sirliq yo'sinda ko'zga chiliqatdi. Shohnishinning birinchi qavatidagi birla vaqtda 300 kishi bemalol sig'adigan qobulxonaning tom to'rislaridagi gul nusxalari naqshlarga oltindan hal berilgan edi. Tomlardagi Novay, Uyuq, tekchilarga Hindiston, Parang, Bag'dod, Damashq, shundoqla Samarqand, Buxoro, Andijon, Toshkent, Qashqar, Xotan, Turpan hunarvallarining qo'lida yasalgan turlik oltin, kumush, mis, qoshtishi, sopol farfur buyumlar tizilgan edi. Tomlarga isib qo'yilgan yo'lvos, shir, eyiq, qoplon, yilpiz terilari Shohrux Mirzining shuhratini namoyon qilib turadi. Saroyning to'r tarafiga intayin nafs to'qilgan maruza bilan Amir Temur ko'raganning rasmi esib qo'yilgan edi. Farosatlik rassom bu buyuk istilochining siymasini yaratganda, uning jismoniy aybini ustilik bilan yo'shirib, oqsaydigan qisqa putini bir tal toshqa dassab turib, yiroqlarga nazar selayotgandek qiyofatda sizgan bo'lib, qaramoqqa Amir Temur hayotdek, shohnishinga so'g'uq nazar tashlab turgandek tuyg'u beradi.
oltin taxtda o'ziga hukmdorlarga xos salobat berishga tirishib o'ltirgan Shohruxxon qiyirib, bir oz mukchiyib qolgan bo'lib, uchisidagi har xil rangdagi tur javohiratlardan ko'z qo'yilgan oltin kamar bog'lab olgan shahona to'ni o'ruqlab, bir oz vijiklab qolgandek ko'rinadigan gavdasiga sal cho'ng kelib qolgan edi. Shohruxxonning yonida o'ltirgan xonish Guharshod begim bakmu takabbur ko'rinatdi. Quloq, bo'yin, bilak, barmoqlariga va kiyim-kechaklariga osgan turli oltin, guhar, lail, o'nchi marvoyit bezaklarning to'liliqidan qarigan kishining ko'zi olichakman bo'lib ketadi. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2 qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Ol ilm hurdisining tarbiyasida aql bo'lib umar echildi. Saltanat ishlarini adl adolat bilan bir taraf qilolug'idek bo'ldinglar. Kamina kam aql mulozimining yana bir mazgil ilm tahsil qilishiga ijozat berishini to'vanchilik bilan so'rayman. Faqat shuni ta'kidlaymanki, jannat makon padarlarining taxt gohini qaytirib olish orzularini unutib qolmasizlar.